Jannat ona oyog'i ostida-ku deyishar. Jannatni istaganlar onasini rozi qilar. Ona buyuk, muqaddas. Shubha yo'q bu fikrga. Biroq otamiz ham bor. Ular ham jannat bizga. Ona deymiz-ku, otamiz qolar yolg'iz. Ular bo'lmaganida bo'lmasdi-ku o'g'il qiz. Bu ko'rkam zamonlarda ayol aziz, mukarram, erkaklarga so'z qolmas, go'yo emasmi odam. Otamizning hurmatin o'z joyiga qo'ymaymiz, lekin onamiz ko'ngil har soniyada shodlaymiz. Telefonga qaraylik, qachon qildik qo'ng'iroq. Ona deymiz-ku, otamiz chetda biroq. Lekin shunda ham bizni teng ko'radi otamiz. Bizning mehr tegimiz ona deymiz hammamiz. Bolalikda, sho'xlikda biz uchun tulpor bo'lgan. Uyga shoshilishidan issiqnon olib kelgan. O'qitdi-ku, kam qilmay. Ko'nglimizga qaradi. Sal xomush bo'lib qolsak, ko'nglimizni so'radi. Ota-ona davlatdir. Bu azaliy qoidamiz. Qirolicha onalar, sultonlar u otamiz. Sulton bo'lmasa davlat bo'lmay qoladi. Onani ona qilgan aslida otalarimiz bo'ladi. Ikkisi teng bo'ladi. Ota borki hayot